qancha zo'r insonlarimiz bor edi. Siz barini birdayin ko'mdik ketdik. Bugungi ajoyib davrimizning mehmoni mezbonlariga to'yona kayfiyat ko'tarinki ruhiyat tilagan holda sahnamiz to'riga bugungi ajoyib davrimizga o'zining eng chiroyli, eng nafis, diltortar qo'shiqlarini siz kabi aziz xalqimizni sha'niga e'tirof etishni qalbiga niyat qilgan sohibi nafas, xush ovoz egasi ustoz san'atkorimiz Dorg'a tamoman Surxon elining barcha vohalarida o'z qo'shiqlari bilan qo'shni davlatimiz Tojikistonda minglab va millionlab muxlislar qalbidan joy olgan sohibi nafas, xush ovoz egasi ustoz san'atkorimiz Shams guruhining yakkaxon xonandasi Muhriddin aka Xoliqov boshchiligidagi xonanda-yu sozandalarga ulashamiz. Sahnamiz to'riga ajoyib xonandamiz Muhriddin aka Xoliqovni taklif etsamda, keyin davramizda davom ro'za aylasam, muboraga bo'lmaydi degan umiddaman. Ey do'st, faromush makun yodam kun. Ey do'st, faromush makun yodam kun. Xoki darin ko'cha chidan bodam kun. Gar bosham la'natoy dunyo dar salam. Gar nek bosham yagon yodam ko'ylagan muhojirlarga faqat sho'x va shodon qo'shiqlarni elimiz sha'niga e'tirof etadilar. Iloyim, dilzinda shavad shunida ovoza itro bulbul va shamal mashhura so'z itro marhum. Odil aka to'ylar muborak bo'lsin. Farzandlar bor, ota-ona nomini olam qilar. Farzandlar bor, tiriklikda bog'lar qilar. Ota o'sha choponingiz qatidagi chigitchalik bo'lmaganim alam qilar. Yana bir bora to'ylaringiz muborak bo'lsin. Odil akamiz sinfdosh do'sti birodarlarni go'zal davramiz qarsisiga chiroyli raqslarga taklif etaman. Marhamat, Muhriddin aka, sahnamiz to'g'ri sizga muntazir.